Hozirgi kunga kelib eng afsuslanayotgan qaroringiz, qilmasam bo'lardi shu ishni, balki hayotim boshqacha bo'lardi degan xatoingiz bormi? Bor. Gohida kechalari yig'lab olishimga to'g'ri keladi. Mana shu ishni qilmaganimda hozir o'zimga bo'lgan uverenstim, ishonchim yanada oshgan. Hozir ham balanu, lekin bu ishonch bilan balki dunyoga qurollicha bo'lib ketgan bo'larmidim deb ham o'ylab qo'yaman. Har kuni aytishim qiyin bu narsani. Har kuni kechqurun qornim to'q paytda ertadan dieta boshlayman, ozaman, menga ozg'inlik yarashadi, zo'r bo'laman, zo'r kiyimlarni kiyaman, hamma narsa yarashadi deyman. Lekin qornim ochgan paytida puling borki ye, to'yib mazza qilib ovqatlan, bu hayotda bir marta yashaysan deyman. Qornim to'q bo'lishi bilan yana dieta tutkim kelaveradi. Ey Xudo, bu qarorim umrimni oxirigacha afsuslantirsa